Assalomu alaykum talabalar. Fizika 2 fanidan navbatdagi 7-ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz optika bo'limidan bo'lib o'tadi. Ma'ruza mashg'ulotlarini fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori Komiljon Abdusharifovich Bobojonov olib boradi. Demak, ma'ruza rejasi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi yorug'lik diffraksiyasi, ikkinchi diffraksiya hodisasini kuzatish sharti, uchinchi Huygens Fresnel prinsipi, to'rtinchi Fresnel diffraksiyasi, beshinchi Fresnel sohalari usuli, oltinchi Fraunhofer diffraksiyasi, yettinchi bitta va ko'p tirqishdagi diffraksiya hodisalari, sakkizinchi diffraksiyaviy panjara, to'qqizinchi rentgen nurlarining diffraksiyasi. Yorug'likning to'siqni aylanib o'tish hodisasi fizikadan bir bilamizki, yorug'likning diffraksiyasi deb ataladi. Optikada bu hodisa yorug'likning geometrik soya sohasiga kirishi bilan yoki og'ishi bilan tushuntiriladi. Huygens prinsipiga asosan to'lqin yetib borgan ikki muhit chegarasidagi har bir nuqta ikkilamchi to'lqinlar manbaiga aylanadi. Manbani o'rab oluvchi egri chiziq keyingi ondagi to'lqin fronti holatini belgilaydi. Huygens Fresnel prinsipi. To'lqin fronti sirtida yotgan barcha ikkilamchi manbalar bir-biriga nisbatan kogerent. Demak, bu yerdagi barcha ikkilamchi manbalar, birlamchi manba bu yerda S bo'ladi. Mana S va ikkilamchi manbalar bu S1, S2, S3, S4 va S5 lar bo'ladi. Fazoning istalgan to'lqinlar amplitudasi va fazasi ikkilamchi manbalarning nurlangan to'lqinlar interferensiyasi natijasidir. Qandaydir sirtda yotgan M nuqtadagi tebranishlarning natijaviy amplitudasini aniqlash uchun S sirtdagi barcha ds elementlardan shu nuqtaga kelayotgan barcha tebranishlarni amplitudasini topish zarur. Keyin ularni amplituda fazalarini hisobga olgan holda qo'shish kerak. S sirtning barcha S elementlari kogerent deb hisoblanadi. Ekraningizda ko'rib turgan diagrammada EM vektor S tirqishdagi barcha S elementlaridan M nuqtada kelayotgan D tebranishlarning amplitudalarining vektor yig'indisidan iborat natijaviy amplitudadir. Mana shu E vektor demak. Parallel yorug'lik nurlarining dumaloq to'siqda hosil qilgan diffraksiyaviy manzarasi. Ko'rib turganingizdek, demak, o'sha diffraksiyaviy manzaralarni ko'rib turibmiz birgalikda. Demak, parallel yorug'lik nurlari dastasining chiziqli to'siqda hosil qilgan diffraksiya manzarasi, demak, lambda to'lqin uzunligi va L to'siq o'lchamlari nisbati natijaviy to'lqin ko'rinishini aniqlaydi. Demak, bu yerda to'siqning kengligi haqida gap boradi. To'siqning kengligi qanchalik to'lqin uzunligi tartibiga yaqin bo'lgan bo'lsa, diffraksiya hodisasi shunchalik yaqqol va aniq namoyon bo'ladi. Keling, endi o'sha to'siqlarning o'lchami haqida suhbatlashsak, to'siqlarning o'lchamlari 10 darajadan -6 yoki 10 darajadan -7 metr tartibda bo'lganda yorug'lik to'lqin diffraksiyasini kuzatish mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rib turganimiz to'siqlar o'lchamlari to'lqin uzunligi tartibiga bo'lganda to'siqlar ikkilamchi sferik to'lqinlar manbaiga aylanadilar. Yorug'lik to'siq orasidagi soyani egallaydi va bu to'lqinlarning interferensiyasi to'siqlar orasidagi jadallik taqsimoti manzarasini belgilaydi. Fresnel sohalari. Demak, S manbadan chiqib M nuqtada, demak, o'sha S to'lqin sirtini halqalari sohalariga
ajratamiz va halqalarni o'lchamlarini halqalar chegarasidan m nuqtagacha bo'lgan masofa yarim to'lqin uzunligi farq qilish shartini qanoatlantirirish kerakligini aytib o'tmoqchimiz. Va bu yerda demak o'sha m sohadagi tashqi chegarasidan m nuqtagacha bo'lgan masofa bm bilan belgilanadi va birinchi, ikkinchi va m sohalardagi tebranishlarning amplitudalari A1, A2 va AM bo'lsin. Va bu yerda amplituda demak o'sha kamayib borish tartibida bo'ladi. Natijaviy tebranishlar amplitudasi demak bu yerda ularning yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi. M frenel sohasidagi tebranishlarning amplitudasi shu sohadagi yondosh sohagadagi tebranishlarning amplitudaning arifmetik yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni AM shuni demak yarmiga teng bo'ladi. M nuqtadagi tebranishlarning natijaviy amplitudasi bo'lsa, quyidagi ga teng bo'ladi. Barcha frenel sohalari yuzasi bu yerda sigma ga teng bo'ladi. Sigma demak uning ifodasi pi lambda a bo'lingan a plusdan b bo'ladi. Bu yerda m frenel sohasining tashqi chegarasi radiusi rm kvadrat ilzasida a bo'lingan a plusdan bo'lgan m lambda bo'ladi. To'lqin frontining yo'liga dumaloq teshik ekran joylaymiz. Dumaloq teshikli ekran faqat frenelning birinchi sohasi ochganda m nuqtadagi jadallik. To'lqin sirtdagi sohalar to'la ochilganiga nisbatan 4 marta katta bo'ladi. Ikkinchi soha ochilishi boshlanishi bilan m nuqtadagi jadallik to'la ochilganligiga nisbatan kamaya boradi va ikkinchi soha to'la ochilganda deyarli nolga teng bo'ladi. Yig'ilgan nurlar diffraksiyasi, frenel diffraksiyasi deb ataladi. To'siqdan chegaralangan masofada sferik to'lqinlarning diffraksiyasi manzarasini kuzatamiz. Parallel nurlarning diffraksiyasi Fronger diffraksiyasi bo'lib, diffraksiyani qo'zg'atuvchi to'siqdan yorug'lik manbai va kuzatish nuqtasi katta masofaga uzoqlashtirilganda kuzatiladi. Parallel nurlar nuqtaviy yorug'lik manbai yig'indisini linza fokusiga joylashtirganda hosil bo'ladi. To'siqning keyin o'rnatilgan ikkinchi yig'indisi, yig'uvchi linza orqali ekranda diffraksiyaviy manzarani kuzatish uchun fokuslanadi. Demak, bu yerda dumaloq teshikdagi frenel diffraksiyasini kuzatib turibmiz. Ekranning bu nuqtasida yorug'lik amplitudasi tok frenel sohalarining ochilganda plus ishora bilan, juft soha ochilganda minus ishora bilan belgilanadi. Diffraksiyaviy manzara bu nuqtada markazda takrorlanadigan yorug' va qorong'u halqalar ko'rinishiga ega bo'ladi. Bu yerda m butun bo'lganda markaziy halqa qorong'u bo'ladi, m tok bo'lganda esa yorug' bo'ladi. Dumaloq diskdagi frenel diffraksiyasi demak ekrandagi bu nuqtada yorug'likning amplitudasi quyidagicha bo'ladi. Bu nuqtada doimo birinchi ochilgan frenel sohasining yarim ta'siriga tegishli interferensiya maksimum kuzatiladi. Markaziy maksimum atrofida kogerentlik yorug' va qorong'u halqalar kuzatiladi. Cheksiz uzun tekislikdagi Fronger diffraksiyasi demak ko'rib turganimiz frenel sohalarni soni juft bo'lganda diffraksiyaviy minimumni kuzatish shartlari belgilanadi va bu yerda a sinus phi plyusdan 2m lambda bo'lingan 2 bir de m butun sonlar to'plamidan iborat bo'lgan o'sha diffraksiya tenglamasi hosil bo'ladi. Frenel sohasi soni tok bo'lganda esa diffraksiya maksimumni kuzatish sharti bajariladi. Ya'ni a sinus phi plus minus 2m plusdan 1 lambda bo'lingan 2 ga teng bo'ladi. Biz ekranda ko'rib turganimiz demak bu yerda parallel nurlar dastasi, tirqishning eni va tirqishdan o'sha diffraksiyaviy manzara va bu yerda demak linza bilan fokuslab shu yerda ekranda biz diffraksiyaviy manzarani kuzatishimiz mumkin bo'ladi va diffraksiyaviy manzaraning spektri quyidagi ko'rinishda bo'ladi.
Amplituda maksimal bo'lganda yo'nalishlar, ya'ni sinus fi maksimal bo'lganda yo'nalishlar quyidagi tenglama bilan, amplituda 0 ga teng bo'lganda esa yo'nalishlar fi minimum uchun quyidagi tenglama yordamida aniqlanadi. Bu yerda m butun sonlar to'plami deb ataladi. Diffraksiya natijasida ekranda olinadigan jadalliklar taqsimoti diffraksiyaviy spektr deb ataladi. Tirqish oq nur bilan yoritilganda markaziy maksimum oq yo'l ko'rinishida kuzatiladi. Yondoshgan maksimlar rang-barang bo'lib, diffraksiya manzarasini markazida binafsha rangda bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, demak, bu yerda demak, o'sha diffraksiyaviy 0-maksimum deb ataladi va bular musbat o'sha maksimumlar birinchi spektr, ikkinchi spektr, uchinchi spektr. Bu yerda o'sha teskari tomonda demak hosil bo'lgan maksimumlar. Diffraksiyaviy panjarada Fraunhofer diffraksiyasi. Bir o'lchamli diffraksiyaviy panjara bir tekislikda yotgan bir xil qalinlikdagi tiniq bo'lmagan oraliklar bilan bo'lingan teng qalinlikli parallel tirqishlardir. Bu yerda A har bir tirqishning kengligi, B tirqishlar orasidagi tiniq bo'lmagan sohalarning kengligi, N0 birlik uzunlikka to'g'ri keluvchi tirqishlar soni, N tirqishlar soni deb ataladi. Diffraksiyaviy panjara barcha tirqishlardan chiquvchi diffraksiyalangan kogerent nurlar dastasining ko'p nurli interferensiyasini amalga oshiradi. Bu yerda diffraksiyaviy panjara doimiysi D A plusdan B, ya'ni o'sha yorug'lik o'tuvchi soha A va tirqishning kengligi B bo'ladi va bu yerda diffraksiyaviy panjara uchun o'sha diffraksiya doimiysining formulasi 1 bo'lingan n0 ga teng bo'ladi. Asosiy maksimumlar kuzatiladigan shart bo'lsa, demak, oldingi slaydda ko'rib o'tgan d sinus phi plus minus m lambda bo'ladi. Asosiy minimum kuzatiladigan shart bo'lsa, a sinus phi plus minus m lambda bo'ladi. Bosh maksimum amplitudasi har bir tirqishdan chiqayotgan tebranishlar amplituda yig'indisidir. Bosh maksimumning jadalligi shu yo'nalishda bitta tirqish hosil qiladigan tebranishlar jadalligidan katta bo'ladi. 4 ta tirqishdagi diffraksiyaviy manzara. Demak, diffraksiyaviy panjara hosil qilgan asosiy maksimumlar soni m, bu yerda d o'sha bo'lingan lambda, ya'ni o'sha shart bajariladi. Qo'shimcha maksimum keladigan shart bo'lsa, demak d sinus phi plus minus m strix lambda bo'lingan n ga teng bo'ladi. To'lqinlarning o'tishdagi diffraksiyaga uchrashi. Dars mashg'ulotimizda interferensiya va diffraksiya hodisasiga oid bo'lgan PIT simulyatorni ko'rib o'tamiz. Demak, hozir ekranlarda ko'rib turgan bu yorug'lik manbai yoki to'lqin manbai deb ataladi. Bu yerdan biz hosil qilishimiz mumkin ekan, ya'ni mexanik to'lqinlarni va tovush to'lqinlarini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi va yorug'lik to'lqinlarini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'zaro bir-biriga yassi bo'lgan parallel to'lqinlar ko'rinmoqda. Mana bu bo'lsa tirqish deb ataladi va tirqishdan keyingi yorug'lik yoki tovush yoki o'sha mexanik to'lqinlarning o'zgarishi. Demak, biz bu yerda chastotani o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Chastotani, amplitudani o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozircha maksimal amplitudaga qo'yamiz. Undan oldin sizlar bilan birgalikda o'sha diffraksiyani ta'rifiga to'xtalib o'tsak. Yorug'lik yoki to'lqinning diffraksiyasi deb o'sha to'lqinni, to'siqni